بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalomu alaykum hurmatli jamoatimiz. Inshaalloh bugun yana bir suralardan biri, go'zal suralardan Ma'un surasiga yetib keldik inshaalloh. Bugun mana shu surani tafsirlarini ko'rib chiqamiz. Alloh taolo bu oyatni ajoyib bir savol ma'nosi bilan boshlayaptiki, mana biz shu kungacha o'tgan suralarimizni birortasini Alloh taolo savol bilan boshlamadi boshqa. Ammo bu suraga kelganda Alloh taolo o'zini uslubini o'zgartirib savol bilan boshladi. Nima uchun? Insonlarni yana ham qiziqtirish uchun, e'tiborni qaratish uchun. Har doim inson bir xillikdan zerikadi, to'g'rimi? Balki shuning uchun Alloh taolo ibodat masalalarini shamsiy oy hisob, quyosh hisob bilan emas, balki oy, qamariy hisob bilan hisoblab qo'ygan. Masalan, bir vaqtlar keladiki, yozning o'rtasida ham Ramazon ro'zasini tutamiz. Bir vaqtlar keladiki, qishning o'rtasida ham Ramazon ro'zasini tutamiz. Alloh taolo insonni bir xillikdan zerikishni bilib, ibodatlarni ham turli xil soatlarga, turli xil vaqtlarga belgilab qo'ygan. Xuddi shu singari Alloh taolo oyatlarni ham bir xil uslubda boshlamasdan bo'lishni nima qildi? Savol ko'rinishida boshladi. Savol ham arab tilida savol turlarining bir qancha turi bor. Bu xuddi ajablanish. Qarang, gap shunaqasi ham bormikan degan ma'noni o'z ichiga oladigan savol bilan boshlagan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ara'aytallazi yukazzibu bid-din. Bu yerdagi din so'zining ma'nosi mukofot yoki jazo beriladigan, hisob kitob qilinadigan kun, ya'ni qiyomat kuni degan ma'noda. Alloh taolo aytayaptiki, ey Muhammad alayhisalom, qarang. Mana shu qiyomat kunini ham yorug'ga chiqaradiganlarni bilasizmi? Ya'ni hamma narsani ko'rib turib, mo'jizalarni ko'rib turib, bilib turib, shu qiyomat kunini ham yorug'ga chiqaradigan darajada aql yetmaydiganlar ham bor ekanda, qarang degan ma'noda ekan. Hamma ko'rib turibdi, bilib turibdi. Qiyomat kunida oyatlar nozil bo'ldi qiyomat haqida. Shunda ham uni yolg'onga chiqaradiganlar bor ekanda degan ma'no bergan. Va Alloh taolo mana shu oyat tafsiridan savol paydo bo'lyapti keyingi oyatlar dalil bilan. Agar siz bu kim ekan qiyomat kuni yolg'onga chiqaradigan odamlarning qanday sifatlari bor ekan deb ularning sifatlarini bilmoqchi bo'lsangiz, mana keyingi oyatlarga qarang. Fazalikallazi yad'ul yatim. U qiyomat kuni yolg'on bo'lmagan narsa deydigan odamlar kimlar? Ular shu odamlarki, shunday odamlar yetimlarga pisand qilmay gapiradiganlar. Ya'ni yetimlarga qo'pol muomala qiladiganlar. Mayli qarindoshi bo'lsin, u begona bo'lsin, ko'chada ko'rgan bo'lsin, hammasiga yetimlar bor, ularga qo'pol gapiradigan odamlar. Alloh saqlasin. Va yetimlar bir nima so'rasa ularga hech narsa bermaydiganlar, yetimlarning haqqini poymol qilib ularga zulm qiladiganlar degan Alloh saqlasin. Mana shu kimsalar demak shu odati bilan ular zohiran tilida qiyomat yo'q demasa ham qiyomat borligiga ishonmaganligi uchun qo'rqmasdan ular shu ishni qilganda degan ma'no chiqargan. Yana ularning sifatlaridan biri qanday desa, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ular shunaqa bir odamlarga umuman yaxshilik qilmaydi. Hech kimga yaxshilik qilmaydi umuman. Nafaqat o'zi yaxshilik qilmagani yetmagani kabi o'zgalarni ham yaxshilik qilishga qiziqtirmaydi. Qo'y shu yaxshilikni qilma deydi. Demak, o'zi qilmasin ham. O'zi qilmagani yaxshilikni qilmasa savobdan mahrum bo'lgani yetmagandek, o'zgalarni ham savob yo'ldan qaytaradigan insonlar qiyomatni yo'lga chiqargan insonlar degan Alloh taolo. Alloh saqlasin. Va tafsirchi olimlarimiz aytayaptilarki, "Haza nihayatul hissa va danaa." Mana shu o'zi yaxshilik qila olmay, o'zgalarni ham yaxshilikdan qaytarish hislati bu pastkashlikning eng cho'qqisi. Bundan ko'ra razil odam bo'lmaydi dunyoda, deyapti tafsirchi olimlarimiz. Va oyatning davomida fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Namozxonlarga vayl bo'lsin dedi Alloh subhanahu. Vayilning bir qancha ma'nolari bor. Vayl
azob, Allohning azob bo'lsin degan ma'nosi bor. Yoki jahannamdagi bir vodiy degan tarjimasi ham bor. Jahannamdagi bir vayl degan vodiy bo'lsin, jahannam bo'lsin degan ma'nolari bor. Qanaqa namoz qiladigan? Hammasiga emas. Shunday namoz qiladilarki ular, allazina shunday namoz qilki, namozlarni unutib qo'yadilar. Qasddan ataylar, bomdod vaqti bo'ldi, o'qiyman. Charchab, ertaga o'qiyman, ertaga ham kun bor deydiganlar. Peshin vaqti bo'ldi, keyin buguncha peshin qolsam osmon uzib yerga tushadimi deydiganlar. Namozlarni unutib qo'yadiganlar. Bularga halokat bo'lsin, azob bo'lsin. Va Muhammad alayhisolom rahmatulloh aytibdilarki, yana qanaqa namoz qiladilar desa, u kishi yuakhiruna salata an vaqtiha. Namozni o'z vaqtidan kechiktirib qazo qiladiganlar. Bilmasam uxlab qolib qazo qilish emas bu. Farazan bandachilik qilib ba'zi uxlab qolamiz, to'g'ri peshin vaqtida endi uxlab tursak soat 2 bo'lgan bo'ladi. Yoki asr kirib qolgan bo'ladi. Bu emas. Bu bizning ixtiyorimizda bo'lmagan holat. O'z ixtiyorida nima qiladi desa, Muhammad alayhisolom keltiradilarki, "Va hum lahun anha linishghalihim bi tijaratihim va shahawatihim." Tijorat ishlari o'z yumushlari bilan keyin hozir xaridorlar ko'paygan vaqt bo'ldi-da, shu namozni chekkaga surib turib, qazo bo'lsa kechirib tutonlak o'qib oladi. Yoki o'zi qiziqqan bo'lgan ishni qilyapti-da, mana shu rosa qiziqqan ishim edi, shu ishni tugatib olay, namoz ham bir gap bo'lar deb ataylar qasddan yengil sanab namozni, zaruratan emas, namozni yengil sanab ortga surayotgan odamlar deb tafsir qilgan ekanlar. Va aynan bu qanaqa odamlar desa, yana bular bu ko'rinish faqatla munofiqlarda bo'ladi. Alhamdulillah bizda ko'rinish yo'q. To'g'ri, ba'zi bandachilik namozida xato kamchiligimiz bo'ladi. Bu bandachilikdan hech qaysimiz bu yerda nima qilamiz? Qasddan qilamiz. Alhamdulillah. Qasddan qiladiganlar kimlar esa ular munofiqlar. Ular namozni faqatla riyo, ya'ni odamlar ko'z-ko'z qilish uchun odamlarga meni ko'rsin, falonchi namoz qilsin desin, namozni juda qotirib o'qib qo'yapti desin deb namoz o'qiydiganlar. Va sum'a uchun, ya'ni eshitsin. Voy falon joyda bir akamiz bor ekanlar, namoz juda zo'r o'qiganlar deb eshitsin uchun namoz o'qiydiganlar degan ekan tafsirda. Shunaqa namoz qilganlar jahannam bo'lsa deb keltirgan ekanlar. Va oyatning oxirgi qismlarida yana ularning sifati, namoz qilganlarning sifatlarini keltirib, allazina hum yura'una va yamna'una al-ma'un. Ya'ni namozini riyo uchun o'qiydiganlar va ma'unni man qiladiganlar. Ma'un nima? Sura nomi shu ma'undan olingan. Ma'unni ma'nosi insonlarga, ya'ni o'zidan o'zgaga manfaat beradigan har qanday narsa. Har qanday narsa. Uyda ignasi bo'lsin, oddiy mana tafsirga kelganda boltasi bo'lsin, qozoni bo'lsin, bir-biridan noni bo'lsin, qo'shni so'rab chiqadi. Ba'zida biz mahalliychilikda bo'ladi, tuzimiz tugab qoldi, qo'shni ozgina tuz berib turing deydi. Yoki guruchimiz yetmay qoldi, bir kosa guruch berib turing deydi, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshash narsa. Mana shularni ham baxillik qilib qo'y, berma bunga. Savobi kerak emas. Kerak bo'lsa pulni topib olsin deydigan qo'pol gapni man qiladiganlar xuddi shunday namozlarga vayl bo'lsin deb keltirgan ekan. Shu yerda Ibn Abbos roziyallohu anhu bu namozlar qanaqa bo'ladi degan bir shart keltirdilarki, namoz o'qiydi, savobni umid qilmaydi. Savobni umid qilmasligi nimadan? O'z-o'zidan insonlar ko'rsin namoz o'qiganini, savobi kerak emas deydiganlar deb tafsir qilgan ekanlar Ibn Abbos roziyallohu anhu. Alloh subhanahu. Va yana tafsirin davomida keltirgan ekanlarki, munofiqlar shunaqa namozxon bo'ladiki, ular munofiqlar namozxon bo'ladi-da, ko'zimizga ko'ringanda namoz o'qiydi. Shuning uchun munofiq. Ya'ni qanaqa namozxon desa, musulmonlarga taqvodor desin. O falon juda taqvodor inson ekanda. Juda bir salohiyatli alloma odam ekanda deb ko'rinishini ko'rib, shunaqa deb baho bersin deydigan munofiqlar deb aytilgan. Alloh subhanahu. Sahih Buxoriy va Sahih Muslimda Payg'ambar alayhisolamdan hadis keltirilgan ekan. Payg'ambarimiz alayhisolam mana shu oyatlarni o'qib turib, mana shu namozxon qaysi namozxon bo'ldi deb so'rashganda, u kishi qayta-qayta zalika
tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Bu munofiqning namozi, bu munofiq namozi qayta-qayta aytgan ekanlar. Ya'niki musulmonlar cho'chib qolganda biz ham aytyapmiz, ey Rasululloh, biz ham endi shunaqa jahannamga bo'lib ketdik deb cho'chigan sahobalar. Shunda Payg'ambar alayhisolom yo'q, bu munofiqlar namozi deb ularning ko'nglida tasalli bergan ekanlar. Ba'zi salaf solihlar mana shu oyatlar tilovat qilinganda ular aytgan ekanlarki, Allohga hamd bo'lsin. Bu juda ham buyuk zot. Albatta bu hazr bilan barchamiz kechiradigan zot. Yaxshi ham an solatihim sahun, ya'ni an kalimasi namozdan tashqari, namozni vaqtdan kechiktirib namozni tark qilganlar degan ma'noni bildirar ekan. Agar fi solatihim sahun deganda namozni ichida xayoli chalg'iganlarga jahannam bo'lsin degan ma'no chiqib qoladi. Yaxshi ham Alloh taolo an solatihim deb Qur'on nozil qilgan ekan degan ekan. Agar fi solatihim anni o'rniga fi so'zini ishlatganda Alloh taolo hamma musulmonlar halokatga uchraydi. Nima uchun? Mana hammamiz, men ham shu jumladan hammamiz namozimizda xayolimiz chalg'iydi, to'g'rimi? Birorta inson sahobalarda ham bunaqa holat kuzatilmagan. Namozni 100% e'tibor bilan o'qiyotgan topilmagan. Xohlaymizmi yo'qmi, xayolimiz namozga chalg'iydi. Alloh taolo shuni bilganligi uchun ham namoz ichidagi chalg'ishlarni kechirdi inshaalloh. Namozimizni o'z aslida ichida chalg'ishimiz namozimiz qabul bo'lishida. Farazan betahorat namoz o'qib ko'ring, hech qachon chalg'imaysiz. Nimaga? Shayton chalg'itmaydi, o'z betahorat qilmaydi. To'g'rimi? Tahoratdan kelganimiz uchun, Allohning huzurida turganimiz uchun shayton buzishga harakat qilib, turli xayollarni olib keladi. Demak, o'z musulmonligimizda, bizning ibodatlarimizda inshaalloh qabul bo'layotgan belgisi ekan. Alloh taolo mana shu oyatlarga amal qilishimizni o'z nasib aylasin. Doimo o'zi ham yaxshilik qiladigan, o'zgalarni ham yaxshilikka chorlaydigan, o'zgalarga manfaat beradigan mu'minlardan bo'lishimizni o'z nasib aylasin va oyatda aytilgan munofiqlarning namozidan Alloh taolo barchamizni munofiqlikdan o'zi saqlasin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Amin ya Robbi. Bu qilingan masalalarga avvalo o'zimizni, qolaversa barchamizni amal qilishimizni o'zing nasib aylagin. Gunohlarimizni mag'firat aylagin. Bandalik bilan bilib bilgan kamchiliklarimizni o'zing kechirgin. Ya Robbi, o'zingni oyatlaringni o'qiyapmiz, uning lazzatini olyapmiz ya Robbi. Ilmimizga o'zing barakot ber. Barchamizni mana shu oyatlarda aytilgan maqtalgan joydagi musulmonlardan bo'lishimizni o'zing nasib aylagin ya Robbi. Qiyomat kuniga qadar keladigan zurriyotlarimiz ahli solih, ahli taqvolardan bo'lishini o'zing nasib aylagin. Biz zamonimizdan o'tganlarimiz va barchalarni o'zing rahmatingga olgin. Barchalarning gunohlarini o'zing mag'firat aylagin ya Robbi. Barchamizni dunyoda baytingda jamlading, oxiratda o'zing jannatingda jamlagin. Ya Robbi, biz sendan so'ramasak ham bizga yaxshiliklarni berding. Sendan so'ramasak ham iymon berding. Endi biz sendan jannatni so'raganimizda, seni vajhingni so'raganimizda biz duolarimizni noumid qilmagin ya Robbi. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.